Ota-onaga narsa 3-o'rindan ham podshoh qilib yuboringlar bolanglar. Bitiruvchimiz IELTSdan ixlos maktabga dars bersak maylimi deb kelishyapti. Qiyinchilik bo'ladi. Men ota-onalarga ham oson demayman. Hozir pul topish o'zi oson emas. Bitta harf o'rgatsa, Alisher Navoiyning g'azallarida bor-ku, menga ranj ila bir harf o'rgatsa, 1000 ganj ila ado qila olmayman. 1000 ta tillo bersa buni haqqini ado qila olmayman. Boshqa bir davlat vakili kelib chiroyli qilib bermaydi. Boshqa bir davlatdagi eng olim odam bo'lmaydimi? O'quvchilarimizni ham biz insonlarga ham nima berish kerak emas, qadr berish kerak emas. Ularning ilmi, odobi, fitrati kimligini bayon qilib turish kerak deb men shunaqa deb o'ylayman. Har qanday ota-ona farzandi kelajagini yaxshi bo'lishini xohlaydi, lekin savol tug'iladi. Qanday maktab farzand uchun yaxshi kelajakni va'da bera oladi? Yoki bugungi zamonaviy dunyoda farzandlarimizni qanday tarbiyalasak, ular uchun yaxshi kelajakni ta'minlagan bo'lamiz? Shu va shu kabi savollarga javob olish uchun bugun Apko akademiyasi hamda Ixlos School maktabi rahbari ustozamiz Mahsuma Ashirmetova bilan suhbat olib boramiz. Ustozamiz ta'limda 10-15 yillik tajribaga ega mutaxassis hisoblanadilar va bugun ota-onalarga o'zlarining ta'lim va tarbiya borasidagi maxsus yechimlarni berib o'tadilar. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz yana bir bor. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Rahmat taklif uchun. Ustoz, birinchi savolga o'taman va bu savol shundan iboratki, o'zi bugun ko'ryapmiz, ota-onalar uchun bitta yoki ikkita o'zini farzandini tarbiya qilish qiyin bo'lgan zamonda yashayapmiz. Biroq, lekin siz bundan 3 yil oldin nafaqat o'zingizni farzandlaringizdan tashqari, bu yerda yuzlab, minglab farzandlarni tarbiya qilish mas'uliyatini o'z zimmangizga olishga qaror qildingiz va menga va boshqalarga ham qiziq bo'lardi. Bu qaror, bu shijoat nima maqsadda keldi, qanaqa keldi va umuman maktab ochish fikri qanaqa tug'ildi sizda? Judayam yaxshi savol berdingiz. Aslida har safar missiyani tushuntirganda, oliy maqsad tushuntirganda shu istoriya deymiz, shu tarixni eslayman. Ya'ni menda bu narsa oson, har bir ota-onaga oson. Nimagaki faqat o'zini bolasi emas, barcha bolalarga millatni bolasi deb qarashsa, hamma narsa oson bo'ladi. Chunki o'zlarini aziz qilgan bolalari ham shu millatda kamol topib katta bo'lishadi. Shu o'ziga o'xshagan bolalarni muhitida bo'lishadi va shu muhitni tarbiya qilsakkina biz bolalamizga ham yaxshilik qilgan bo'lamiz, millatga ham yaxshilik qilgan bo'lamiz. Lekin har doim tarixni eslaganimizda hamma narsa Apko akademiyasidagi ishimizdan boshlangan. Akademiyada biz yoshlarni 11-sinf bitiruvchilarni buxgalteriya kasbiga tayyorlaganmiz, o'qitganmiz, kasbli qilganmiz va o'ziga o'zi investitsiya qilishni o'rgatganmiz. Va shu potokda, oqimda bitiruvchilar kelishadi, abituriyentlar kelishadi, birlamchi matematika, ingliz tili testini qilamiz va natijalar, ishonasizmi, juda xafa qiladigan natijalarni ko'ramiz. Va shu paytda qanaqa qilib agar matematika bazasi yoki ingliz tili bazasi yetarsiz bo'lgan odamni har qanaqa kasbda bular keyin qanaqa davom etishadi, qanaqa bizani kelajakka bunyod qilishadi degan savol meni qiynadi. Va o'sha savolga yo'q, maktabdan, ya'ni fundamentni maktabdan boshlash kerak ekan. Ya'ni maktabni ochib, maktabdagi ta'limga isloh qilish yoki ta'limdagi o'zgarishlargina keyingi zinalarni, keyingi kasbi, keyingi kelajakka nima qilib beradi? Chiroyli bitta ta'minlab beradi degan narsa Ixlos maktabiga asos solishimizga sabab bo'lgan. Ustoz, o'zi sizni idealingizdagi maktab qanaqa edi va Ixlos School bu standartlarga qanchalik javob beradi? Idealimdagi maktabga yetib kelmadim. Manda shunaqa narsa bor, ozgina qiynaydi, perfeksionist degan anaqam bor, ya'ni 100% bo'lganda ham atrofdagilarga men uchun 100% bo'lmagan bo'ladi, lekin yaqinlashyapman. Men o'zi litseyda o'qiganman, turk litseyda o'qiganman va bu litseydagi hamma yaratilgan sharoitlar hammamizni bilim olishga ham, tarbiyaga ham, qadriyatga ham birga
hozir bilimni ham tarbiyani ham birga olib borgani va eng asosiysi vatanimizga tuyg'uni ham ota onaga bo'lgan muhabbatni ham atrof muhitni himoya qilish ham mana shu hammasi birgalikda ta'lim berilganda va xuddi shu modelni gapira olaman, ya'ni biznes model demaymiz, xuddi shu ta'lim modelini o'zimni maktabimda, Ixlos maktabida ko'rishni xohlayman. Hozirgi intilishim shunaqa. Endi qanchalik uddasidan chiqyapsiz bu narsani deydigan bo'lsangiz, o'zimga nisbatan 55-60% ga chiqdim deb o'ylayman, lekin hali 100 ga kelmadik. Chunki ta'lim sohasida 3 yilda 100 ga kelmaydi inson. Ya'ni bu juda ham katta vaqtni ham talab qiladi va bolalarni sizni qanaqa aytaylik bir bog'bon anaqa qo'ysa, yerga ekin eksa, haqiqatda keyingi yiliga hosil olaman demaydi-ku. To'g'ri aytaman, ya'ni hosili keyingi yilga zo'r. Nima bo'ladi? 3 yil, 4 yil parvarish qiladi, daraxt bo'ladi. Daraxtdagi birinchi nishona hosilda bo'ladi. Biz hozir nishona hosilladamiz 3-yilimizda. Endi IELTSlarimiz endi mana olimpiadada eng katta yutuqlarni olib borishyapti. Xalqaro olimpiadalarga chiqishyapti. Qilmoqchi bo'lgan va kutgan result edi, expectation degan narsa. Kutuvlarim endi nishonalarni olib kelyapti. Va yana eng yaxshi narsa bor. Nishonadan keyin asl hosil keladi. Ya'ni keyingi yillarda undan ham katta 100% natijalarga erishishga albatta inshaalloh ishonaman. Men ham bu fikringizga istiqoz qo'shilaman. O'sha maktab o'zida ham natijani ko'rsatish iloji yo'q. Ko'p ota-onalar natijasi qanaqa deydi-yu, natijasi qachon bilinadi? Mana maktab bitiradi. Rostdan ham o'sha va'da berilgan bilimlarni amaliyotda, o'sha kelajak hayotda qo'lla olsa, demak, rostdan bu maktab o'zini oqlagan bo'ladi. Shunaqa. Bilasizmi? Bizda Ixlos maktabida kuchli bilim ixlosdan boshlanadi degan shior ostida harakat qilamizda, lekin juda ham katta ma'no bor. Nima desak, ixlos degan narsa, ixlos degan tuyg'u bu hamma narsada yaxshilik, yaxshi niyat bilan, yaxshilik bilan boshlash va har bitta narsani oxiri albatta yaxshilik bilan tugashiga ham ishonish ekan. Va bolalarimizda, hozirgi bolalarimizda, ota-onalarimizda ham qisman nima bor? Natijaviylik aytganingizdek, tez natija, balla, bahola bo'lishini xohlashadi, lekin asl mohiyat, ilmni, bilimni asl mohiyat nima uchun? Insonlarga yaxshilik qilish uchun, insonlarga foydasi tegish uchun. Ana endi bizani niyatimiz, mana maktabda niyatimiz farzandlarni, o'quvchilarni eng asosiy missiya, eng asosiy qiladigan ishing shu biliming bilan millionlarga foydang tegishi. Minglab insonlarga yana ilmni, yana yaxshiliklarni, xayrliklarni sababchisi bo'lishing uchun ilm olyapsan degan narsa turgandagina bolalar nima qiladi? Ochiladi. Faqat bahoga o'qiyapman. 85 ballim 100 bo'lsin. 75imni 85 qilsam bo'ldi degan narsa bo'lmaydi. Men ham o'zimda aytaman. Bemalol ayta olaman. Men har doim 100 olgan o'quvchi bo'lmaganman. Ya'ni sportni ham yaxshi ko'rardim, kitob o'qishni ham yaxshi ko'rardim, hamma narsani yaxshi ko'rardim, yugurishni ham yaxshi ko'rardim. Va shuni nisbatiga nisbatan kunim bilan dars qilib o'tirilgan bolalarga nisbatan baholarim 4, hammasi 5 bo'lmasdi, 4larim bo'lardi. Lekin bor, nima qilayotganim yaxshi tushungan ekanman. Men bu bilimni nimaga olayotganimni mana endi yetyapman va xuddi shu tarbiyada, xuddi shu atmosfera muhitda Ixlos maktabini o'quvchilari ham katta bo'lishini, kamol topishini xohlayman. Ya'ni hamma narsa IELTS 9 ga, hamma narsa SAT 1600 ga bog'liq emas. O'sha instrumentlar, o'sha hard skills deymiz, shu bilimlar manfaatli bo'lishga, foydali bo'lishga xizmat qilishi kerak. Chunki bolalarimizda ozgina kattaroq natijalarga erishsa, kibr paydo bo'lyapti. Men shunaqa narsalar qilib qo'ydim-ku degan narsa bo'lyapti-da. O'shani yo'q, bu faqat instrument. Ya'ni qo'lingda instrument bor. U instrument bilan endi zararing tegadimi, foydang tegadimi, endi u sani niyatingga bog'liq ish bo'ladi, ixlosingga bog'liq ish bo'ladi degan narsa bo'ladi. Ixlosnomi ham demak shu maqsadda tanlangan maktab uchun to'g'rimi? Albatta, ya'ni amallar niyatga bog'liq, bilim olish ham avvalo niyatdan, ixlosdan boshlanadi deb tanlangan.
Keyin ustoz yuqorida aytib o'tdingiz, maktabda bilimdan ham ko'proq bolani qadriyatiga, o'sha ularga yoshlikdan ko'proq odamga yaxshilik qilish kerakligini, bilimni ko'proq odamga ulatish kerakligini singdiramiz dedingiz. Man ham shu fikrga 100% qo'shilaman. Ya'ni bugun bilim oladigan joy ko'p. Bunaqa hard skill deymiz-ku, unaqa joylar ko'pda. YouTube'dan ham kirib bilimlarni olib, o'rganib, nimadir o'rgansa bo'ladi. Lekin mana bu qadriyat masalasi, tarbiya masalasi aktual va buni bola o'z-o'zidan o'rganmaydi. Bunga o'sha tartibni joriy qilgan qaysidir ma'noda maktab yoki oila bo'lishi kerak. Albatta, albatta. Yo'l ko'rsatuvchisi va rol model deymiz, modeli bo'lishi kerak. Ya'ni man shu insonga o'xshayman. Man shu inson kabi, o'qituvchim kabi, ustozim kabi bo'laman. Ularga o'xshagan man ham yaxshi inson bo'laman degan bitta model ko'rish kerak bolalarimiz. Oilada man otamga o'xshayman, adamdaka bo'laman. Ixlos maktabda ham o'quvchilarga yozdiraman, ya'ni otangizdan faxrlanadigan 3 ta xislatni yozing. Qaysi holatda adangiz sizdan faxrlanganlar degan diskussiyalar, muhokamalar bo'ladi. Haqiqatda bolalarimiz juda ham ko'p otasidan faxrlanadigan momentlar ko'p. Oyisini qilgan mehnatlari, qilgan qiyinchiliklardan o'tgan nima deydi, situatsiyalarni, holatlarni yozib berishyapti. Bu ta'sirlanarli va xuddi shu narsa bolalarimizni insoniyligiga nima qiladi? Xizmat qiladi. Ularni shakllantiradi sekin-sekin. Agar modeli bo'lmasa, bola nima deydi, bo'shliq narsa bo'lsa, model bo'lmasa, bolaga boshqa har qanaqa odam mana senga mana bunaqa narsa beraman, katta bitta maqsad beraman, katta bitta shon shuhrat beraman, katta bitta pul beraman desa, o'sha odamni model qilib tanlab olishiga hech ham shubham yo'q. Ya'ni tanlab olish juda ham tez bo'ladi. Chunki orqada fundamentda yo'q. Mani adamlar yoki mani ustozimlar, mani onamlar bu ishimdan xafa bo'lishardi. Bu qarorim ularga yoqmas edi degan narsa bo'lishi kerak. Buni tub zamirida ota-ona bilan bolani o'rtasidagi munosabat, muomala, gaplashishlar, tarixda nima bo'lganlarni o'zaro oilaviy suhbatlar kamayib ketayotgani, hozirgi holatda bolalarimiz nimani missiya qilib olishi, nimani oliy maqsad qilib olishi, kimni model qilib olishi bilolmay qolishyapti. Chunki agar dodamizni urush davridagi qahramonliklari haqida gapirsak, endi bolalarimiz mimikasini aytyapman, o'tganiga bir asrdan oshadi, yaqinda bir asr bo'ladi urush o'tganiga degan anaqa bo'ladi-da, nima edi, eshitgilisi kelmaydi. Unaqa narsa bo'lmagan. Bu erta. Unaqa qiynalishmagan, bitta nonni topisholmaganmi, bitta arpa, bug'doy, un bilan ham mana hozir qarang, magazinga kirsak necha xil non bor. Man bemalol agar sal aylansa 100 xilni ham sanab bera oladigan zamonda yashamoqmizda va bu zamonda bolalarimizni men har doim aytaman, iste'molchi kategoriya bo'lib qoldi. Ixtiro qilguvchi, ixtiro qilib, men shuni qurdim, men shu robotni yasadim, men shu uychani qurdim, qushchi uchun uy qurdim, tushuntirdimmi? Ya'ni quruvchi, bunyodkorlik emas, iste'molchilik. Bor narsani iste'mol qiladigan farzandlarni katta qilib qo'yamiz. Bu juda ham qo'rqinchli. Chunki hozir iste'molchi farzandlarimizga kim sharoit yaratib beryapti? Oldingi davr odamlar, bizlar, tushuntirdimmi? Ya'ni biz ham qaraymiz, u da faqat iste'molchilar zanjiri ketyapti, ularga kim sharoit yaratib beradi? Ana gap to'g'ri-da, nima? Qiyin davrlar kuchli insonlarni, kuchli davrlar oson davrlarni, oson davrlar kuchsiz insonlarni yaratadi. Shu tsepochka davom etyapti va biz iloji boricha bolalarimizni o'sha bunyodkorlik, yaratuvchilik hislarini ko'paytirishimiz kerak. Nimadir birga yarashishimiz kerak. Oilaviy davralarga olib borishimiz kerak bolalarimiz tarbiyasida. Qarindosh urug'chilik nimaligini bilishimiz kerak. Silay rahm nimaligini o'rgatishimiz kerak. Buni hammasini zamirida aslida tagida ota-ona bo'ladi. To'g'risini aytaman, ota-ona kitob o'qitib bu narsani o'rgatmaydi. O'zini amalida o'rgatadi. O'zi qilib o'rgatadi. Shifoxonalarga borib ko'rib o'rgatadi. Yuringlar boramiz, yuringlar bozorlik qilamiz birga. Ya'ni shu muhitga o'zi o'rgatadi. Qushni uchishni ona o'rgatadi, to'g'ri aytaman? Ya'ni qanaqadir qaysidir boshqa qushlar, boshqa mavjudotlar kelmaydi-yu u bolani
o'qishini o'rgatib berish uchun demoqchimanda. To'g'ri. Ya'ni tabiat qonuni shu va ota-onani ham eng asl maqsadi ham, asl missiyasi ham, undan keyingi davomchilari ham uni qilmoqchi bo'lgan ishlarini, yaxshi amallarini eng kamida o'zidagi bir farzand qoldirish bo'lishi kerak. Shuning uchun avval o'zini isloh qilish kerak deb o'ylayman ota-onalarga. To'g'ri. Lekin afsuski hamma joyda ham unaqa emas. Chunki nimagadir man ko'p kuzatgan narsam, farzandni tarbiyalash uchun alohida vaqt ajratish kerakligi xuddi bir mumkinmas holatdek tuyuladi-da, mana o'zbek oilalarda. Imkonsiz. Yo'q, nimaga man alohida vaqt ajratishim kerak? Bog'chaga yubora qoling, maktabga yubora qoling, ular tarbiyasini bersin. Ha, ha, ha. Mana shunaqa narsa ham bor baribir. To'g'ri, to'g'ri. Masalan, bizda Ixlos maktabida tarbiya ustiga bilim quriladi deymiz-ku, ya'ni shunaqa deganimizda ham, sal ko'proq kitob o'qitinglar farzandlarimizga, kitoblari unaqa ko'proq o'qisin yana. Xo'p, kitob o'qish bor, kitobxonlik bor, xo'p, lekin kitobni uyda ham o'qisa bo'ladi, uni oilaviy bir urfga aylantirsa ham bo'ladi. Nimaga? Man yaxshi qabullandim, chunki kitob o'qishni o'rgatish man uchun bir yaxshi savobli ish. Agar biz sababchi bo'layotgan bo'lsak, bundan xursandmiz. Lekini bor. Bir holat bo'ldi. Bolalarimizni musobaqaga qatnashdi, velosipedlar olishdi, har xil yutuqlar olishdi va bir otamiz aytdilarki, shu bolalarimizga saxiylikni ham o'rgatinglar, bor narsasini o'rganib, bir-biriga bo'lishishni ham o'rgatinglar. Nima bu qizg'anyapti-da, narsalarni ikkita velosipedi bordi, bermayapti-da ikkinchisini. Mana bunga qanaqa qaraysiz? Ya'ni albatta bizani bunaqa darslarimiz bo'ladi, lekin aslida u saxovat istochnik buloqdan boshlanadi. Ya'ni oiladan boshlanadi. Shunaqa chiroyli gap bor. Men yaqinda shuni haqiqatda to'g'riligiga ishonch hosil qilyapman. Agar farzandlarimizda qandaydir noqislik ko'ryapmizmi, qanaqadir bizga yoqmaydigan harakat ko'ryapmizmi, bilingki, biz boshqa bir insonlarga xuddi shunaqa harakat ko'rsatganmiz. Va shu harakat endi farzandlarimiz orqali, bizni yaqinlarimiz orqali bizni qalbimizga botyapti, bizni xafa qilyapti. Ya'ni, demak, men qayerdadir nima qilib qo'ydim, pishiqlik qilib qo'ydim. Men qayerdadir qizg'onchilik qilib qo'ydim. Mana farzandimni orqali ko'rsatyapti va tezgina o'zimni qayerdadir o'tkazib yuborgan xatoyimni to'g'rilashim kerak deb qarashlik kerak. O'zi aytishadi-yu, farzand o'zingizni aksingiz bo'ladi. Aynan. Sizni xarakteringiz ham aynan. O'zimni misolimda ham ayta olaman. O'zimni farzandimda ham ayta olaman. Ko'p yodlolmadi. Yodlash anaqasi bor edi, yodlab beraman, yodlolmadi. Keyin men o'zimga aytdim. Men qayerdadir aytgan narsamni qilmagan holatim bo'ldimi? Ya'ni va'damni ustidan chiqmagan holatim bo'ldimi? Bir analiz qilib oling, tahlil qilib oling va bilasizmi, shu tahlil qilishni boshlaganingizda Alloh o'zi sizga nima qilib qo'yadi? O'sha joylarni ochib qo'yadi. Shunda miyangizga shu odam keladi, shu insonni bitta anaqasi bor edi, shunga men javob bera olmadim, soобщениесі qolib ketuvmidi, nima bo'luvdi? Tushuntira oldimmi? Ya'ni tez shu narsalar keladi va shularni to'g'rilagandan keyingina farzandingiz ham keyingi etapga o'tadi. Shunga men ishonaman. To'g'ri. Xuddi shunaqa men Ixlos Schoolda ham ko'ramiz. Juda ham O'zbekistondagi deyishim mumkin kam sonli maktablarda uchraydigan ba'zi bir tartiblar joriy qilingan. Masalan, forma, telefon, bu ham qaysidir ma'noda bolani tarbiyasida rol o'ynaydi, lekin boshqa tomondan ba'zi bir ota-onalar deymizmi yoki mijozi tushunmay qolishadi. Nimaga bola forma kiyishi kerak? Cheklab qo'yapsizlar bolani. Yo bolaga kun bo'yi telefon berib qo'yinglar. Men har doim hol-ahvol so'rab turishim kerak bolamdan. Mana shunaqa ota-onalar tomonidan bildiriladigan qabul qila olmaydigan holatlar ham bo'ladi-da. To'g'ri. Bu holatlarga qanaqa qaraysiz? Forma masalasida mana 3-yilga kirgan bo'lsak va biz bir-birimizni ota-onalar bilan yaxshi tanib oldik, yaxshi hamfikr bo'ldik, lekin birinchi yillarda xuddi siz aytgan vaziyatlar juda ham ko'p bo'lgan. Bunga erkin kiyinsa bo'lmaydimi, shimi boshqacharoq bo'lsa bo'lmaydimi, nega yubkani aynan bunaqa rangi bo'lishi kerak, ya'ni shunaqa bir e'tirozlar bo'lgan. Lekin aytaman, farzandimiz ertalab hozirgi holatda eng yaxshi shu aynan formasi uchun ota-onalar olib keladi. Ya'ni sizda forma qat'iy ekan, tartib qat'iy ekan, sizlar kontrol qilar ekansiz, nazorat qilar ekansizlar. Formadagi narsa qizlarni ayniqsa har kuni ertalab nima kiygan deb
qarashadi. Har kuni ertalab garderobda narsa o'ylashadi. Nima kiyishni o'ylashadi. Menga bu narsa yoqmayapti deb olib kelgan ota-onalar ko'p bo'ldi. Men nima demoqchiman? Farzandimiz o'qiydigan vaqtida oltin davrda o'qishi kerak. Hatto men hozir eslolmayman, Stiv Jobsmidi, qaysidir katta bir biznesmen nima qilar ekan, faqat qorada yuradi. Shu kiyimini o'zgartirishga vaqt sarflagim kelmaydi. Ya'ni qaysi kiyimni tanlashni o'ylashga vaqt sarflagim kelmaydi. Qarang, ya'ni qanchalik vaqtni qadriga yetadi. Hozir farzandlarimizda vaqt cheksizdek go'yo. Ya'ni infinity, cheksiz. Yo'q, cheksiz emas. Men aytaman, hozir oltin davringlar. Ya'ni vaqtni davrlarga bo'lsak, oltin davri bor vaqtda, platina davri bor, kumush davri bor, mis davri bor va o'sha oltin davrda eng katta bilimni oladigan vaqtda bunaqa narsalarga vaqt sarflamanglar. Kiyimni o'ylashga vaqt sarflamanglar. Kiyim o'quvchilarimizni ham, biz insonlarga ham nima berish kerak emas, qadr berish kerak emas. Ularni ilmi, odobi, fitrati bu kimligini bayon qilib turish kerak-da. Men shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun ham Ixlos maktabida formaga juda ham qattiq qaraymiz. Shu galstugi bo'lmasa ham qattiq qaraymiz. Masalan, galstuk joriy qilganmiz. Nega desa, bu tartib, bu intizom bo'laveradi degan narsa yo'q. Ya'ni agar hayotimizda bo'laveradi degan narsa bo'lsak, bizni yoki o'quvchilarimizni hayotida ularga nisbatan hamma narsa ham sanga bu bo'laveradi degan energiyani shunaqa odamlarni o'zligiga tortib olishadi. Shuning uchun nega muvaffaqiyatli insonlarda tizim bo'lgan, tartib bo'lgan, vaqtdan unumli foydalanish bo'lgan va asl mohiyati ularning muvaffaqiyati shunda bo'lgan. Bitta narsani 100 marta qilishdan erinishmagan. Lekin bizni hozirgi o'quvchilarimiz ham, o'zimiz farzandlarimiz ham 3 martadan keyin taslim bo'lishadi. O'rganib oldim, bo'ldi, yutlab oldim, qildim degan narsa bo'lib qoladi-da. Ya'ni asl shunda charxlanadi. Va yana bitta narsani aytaman, boyagi mavzuda yoritmadim. Ustoz shogird degan bizda an'anaviy ta'lim metodi bor. Ustoz shogird. Qarang qanaqa chiroyli. Bizda Renessans davrida ham bizni ajdodlarimizdan hozir faxrlanadigan ajdodlarimiz Abu Ali ibn Sino, Al-Beruniy, Amir Temurdagi Mirzo Ulug'bek juda ham ko'p shu Renessans davridagi barcha olim mutafakkirlarni ular ustoz shogird ta'lim metodida bo'lishgan. Ya'ni ustoz nima desa to'g'ri. Ustozi qaysi ilmni o'rgatsa, qanaqa ularga tolibi ilm deb aytishadi, ularga qanaqa vazifa berishsa, shu vazifa albatta bajarilishi kerak edi. Hozir bizni metodimizda, ta'lim modelimizda bu narsa yo'q bo'lib ketgan. Ya'ni bor o'quvchilar sal ustozdan ko'proq bilimmi yoki qanaqadir boshqa bir ma'lumot, hozir ma'lumotlar bazasi. Bitta soniyada dunyoning ma'lumotiga nimamiz bor? Access, dostupimiz bor, ochilyapmiz. Va bunda mana qancha unaqa chiqibdi, unga nima deysiz? Mana bunaqa chiqibdi, unga nima deysiz? Ya'ni ustoz o'rnida ko'rmaganligini sababli ham o'quvchilarimizda ilm yuqishi nima bo'ladi? Kamayadi. Nega? Men sizga gapiryapman. Agar siz meni vоспринять, ya'ni siz menga ixlosingiz bo'lmasa, siz meni shunchaki tinglab berasiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni, ha, to'g'ri aytyaptilar. Qaysi ma'noda to'g'ri? Tinglovchi rolidasiz. Agar sizni ustozga yoki menga nisbatan ixlosingiz deb ko'pincha gapiraman, ixlosingiz, muhabbatingiz boshqachalar, boshqacha insonlar deb bitta gaplashsam qaniydi deb kelgan bo'lsangiz, mani bir oddiy gapirgan gapimdan dunyolar qadar ma'lumot olasiz, dunyolar qadar o'zingizga dars olasiz va shu narsani men o'zi u gapni qachon aytganimni ham eslamayman. Lekin o'sha paytda sizni hayotingizni o'zgartiradigan bir ilm olib ketgan bo'ladi. Shuning uchun hamma narsa ilmni yuqishi ham ustozga bo'lgan hurmatda, e'tiborda, muhabbatda deb bilaman. Bo'lishi kerak. O'quvchilarimiz endi zo'ri bor. Nima, qanaqa bu muhabbat uyg'onadi ustozga? Bu muhim, qanaqa uyg'onadi? Eslaymiz. Imom al-Buxoriyni eslaymiz. Onalari millatga xizmat qiladi deb bitta yolg'iz o'g'illarini musofirchilikka, ilm olishga qo'yib yuboradilar, to'g'rimi? To'g'ri. Ular ustoz tanlaganmilar onalar? Borib, "Mana shu ustozing yaxshi, mana shu ustozda o'qiysan" deganmilar? Masalan-da bir tarix o'rganaylik. Albatta, ya'ni aytmoqchimanki, yo'q. Men bilaman,
Alloh mani o'g'limga eng yaxshi ustozlarni o'zi nima qilib beradi, belgilab beradi, o'zi uchratadi va buni o'g'limni missiyasiga ularni sababchi qilib qo'yadi degan ishonchlari bo'lgan. Va yana bitta narsa, ya'ni qo'yib yuborganlar omonatni o'sha qaysidir davrga yetgandan keyin o'zini yo'lini topishiga yo'l qo'yib berganlar, yo'l ochib berganlar. Ushlab olmaganlar. Buni bilsang bunaqa bo'lsa, buni bilsang bunaqa bo'lsa, keyin institutga kirasan, keyin mana bu yoqqa borasan, keyin bunaqa qil. То есть робот, который назначает punkt назначения, o'sha punkt назначения bo'yicha yurib ketadigan instrument emas bolalarimiz, robot emas. Bolalarimizni ham o'zini orzulari, o'zini nima deydi, katta masshtabli xayolotlari bo'ladi. Uchgilari keladi ba'zilarini. To'g'ri aytyapman, ya'ni uchishni xohlamaganda samolyot bo'larmidi? Masalan aytyapman, ana o'shalar hamma ixtirolarni asl sababchilari. Shuning uchun birinchi ota-onalarga shu mayli, qiziqyaptimi, bitta borib kelsin, bitta qilib kelsin, bitta maza qilib kelsin, shu bolam shunga qiziqishi bor ekan degan ochiqlik berishimiz kerak. Baribir qaytadi, lekin armon bo'lib qolmaydi. Ikkinchisi bor, onalarimiz va ota-onalarimiz bolasi bilan ustozlarni muhokama qilish. Bu o'tkir mavzu. Tushuntira oldimmi? Bolasi bilan davlatni muhokama qilishi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni davlatdagi o'zgarishlar, reformalar, islohotlarni muhokama qilishi. Yana bitta juda ham muhim narsa bor. Bolasi bilan yonidagi do'stlari, atrof muhitdagi xullas, bola bilan muhokama qilinadigan mavzular bor. Uni kelajagi, maqsadi, orzulari. Va hozir bolani aqli bunga yetmaydi. Hozir bu narsaga u nima emas, mas'ul emas. Biz o'zimizni vatanga bo'lgan muhabbat oiladan boshlanadi. Vatanga bo'lgan muhabbat nega bizani jadidlar, vatan uchun jon fido qilgan tarixdagi barcha ulamolar nega o'sha payt yaratilgan sharoitlar yomon, menga vatan kerak emas deyishgan. Misol uchun, bo'lganmi shunaqa? Bo'lmagan. Ozodlik uchun, mustaqillik uchun jon fido qilishgan. To'g'rimi? Ha, negaki ota-ona xuddi shunaqa fitratda vatan tug'ilgan joyga bo'lgan muhabbat boshqa narsa. U moddiyat bilan o'lchanmaydi degan fikrda ularni ulg'aytirishgan. Hozir biz hamma narsani moddiyat bilan o'lchaydigan bo'lib qolamiz. Agar rosa ko'p narsa borda, sani yashayotgan joyini, men shunaqa o'ylayman, mana bizni yashayotgan joyimizni, bizni vatanimizni boshqa bir davlat vakili kelib chiroyli qilib bermaydi. Boshqa bir davlatdagi eng olim odam bo'lmaydimi? U kelib shu davlat uchun nima deydi, gullatib, yashnatib, mana endi bu davlat sizlarniki deb bermaydi. O'zimiz qilamiz va o'zimiz qilishga ishonishimiz kerak. Biza bunyod qilamiz. Biza kelajakni avlodlari bu vatanni eng katta darajaga olib chiqadi. Hozir shunaqa bo'lyapti. Hozir ilm moddiyatdan ko'ra, ilm olish ovqatdan ko'ra, tushuntira oldimmi? To'ydan ko'ra nima bo'lyapti? Afzalligini qozonyapti. Ya'ni ilm o'z natijasini ko'rsatishni boshladi. Boshqa video qo'yib yuborasizlar. Men shuni aytaman, har safar aytkim keladi. Shu Drujba Narodovdan shundoq tepaga, Xalqlar do'stligining mo'sidan shundoq tepaga ketayotganingizda nima bor? Anaqa oldin mebelnilar bo'lardi, mebelni do'konlar bo'lardi. Mebel do'kon, Abdurauf mebel do'konlar bo'lardi. Men eslayman. Bundan 5-6 yil avval. Hozir hammasi учебный центр. Everest bor, ta'lim markazi, Qurbonov school bor. Endi men har safar o'taman deb o'tdi. Hamma va kechki payt 6:30da o'tsam hammasi to'la. Yoki bo'lmasa to'yxonalar, ko'pi maktab bo'lib ketdi. To'g'rimi? Ya'ni bu nimani aytyapti? Bizni ota-onalarimiz, hozirgi ota-onalarimiz ta'limni, ilmni tanlashyapti. Bu yaxshi ko'rsatkich. Faqat yana ozgina vaqtdan keyin buni nishonidan keyin hosillarni oladigan vaqt keladi. Men bunga ishonaman. Albatta. Va o'sha ustozni yomonlash, masalan, oila davrasida o'zi o'sha qadim bilan baribir solishtiramiz, chunki bizani fundamentimiz yaxshi qurilgan va ularda shunaqa gap bor edi-yu. Farzand bersa ustozga,
nima Epsizlik suyagi epsizligi, bizniki. suyagi bizniki bu qarashlar bilan berilganda Ha, baribir. ha, ha. O'shaning uchun ham manimcha ularda o'ylayman ustozi yaxshi, mana buyisi yomon degan tushunchani o'zi bo'lmagan. Ha. Hamma ustoz bir xil zo'r. Aynan. Bitta harf o'rgatsa, Alisher Navoiyni g'azallarida bor-ku, menga ranj ila bir harf o'rgatsa, 1000 ganj ila ado qilolmayman. 1000ta tillo bersam ham uni haqqini ado qilolmayman degan narsa bor-da. Harfdan ko'p narsa o'rgatilyapti. Tushuntira olmayman, lekin bor. O'rgatishadi deb pul beryapman-u, bo'lyapti. Tushuntira olmayman, ya'ni qanaqa aytay? Pul berilayotgan pul bilan bu ilmni baholamaslik, yaxshi niyatda, yaxshi fitratda mani bolam shu yerda eng zo'r olim bo'lib chiqadi degan maqsadda berishsa, ustozini ham, maktabni ham xuddi shunaqasini Alloh ularga nima qilib qo'yadi, yetkazib qo'yadi. Men bunga ishonaman. Eng asosiysi, bolangizni yaxshi o'qimayotganligini muammosini tagiga, mohiyatiga yetish kerak ota-onalar. Ya'ni nima sababdan? Faqat ustoz sababchi bo'lavermaydi. Faqat bir tarafdan ko'rmaydi. Ota-onalar, men hozir rosa xursand bo'laman. 100% ota-onalar majlisi davom etadi. Ya'ni 100% ota-onalar keladi. Qaysi tadbir qilamizmi? Ya'ni rosa xursand bo'laman. Ya'ni to'g'ri ota-onalarni to'g'ri ota-onalar bilan birga bo'layotganda va ikkalamizni ham maqsadimiz bittaligidan xursand bo'laman. Lekin bor, ba'zi bir momentlarda, ba'zi bir narsalarda muhokama bola bilan bo'lib qoladi. Va bola aytganingizdek, voy nega pasayib ketdi bahoyingiz? O'zim ham bunaqa faqat Abdullohdan so'rayli, faqat Saminadan so'rayli, biza mendan so'ramanglar, men tayyor bo'lib boruvdim. Tanish holatmi? Ha? Nega o'sha zahot bo'ldi bolajonim shunaqa bo'lgan ekan. Men ertaga anaqa boraman maktabingga. Yo shanba kuni bizda alohida kun bor. Borib uchrashib kelaman maktabingga. Shu ustozing bilan, san bilan yana gaplashaman. Kelamiz, gaplashib olamiz desa, bola keyingi kunga Samina yoki Abdullohni bahona qilmaydi. Tushuntira oldimmi? Yoki nimaga unaqa qiladi? Hamma bir ko'rmaydimi bu ustozing? Nimaga hammani bir ko'rmaydi deb bola tarafiga, bola bilan diskussiya qilayotgan noto'g'ri yechim bo'ladi. Men har doim aytaman, muammoni yechimini hamma o'zini darajasida hal qilinglar deyman. Ya'ni bola bilan o'rganilayotgan muammoni yechimi uni ustozi darajasida bo'lsa, maktab darajasida bo'lsa, maktab mutasaddilari bilan, maktab rahbari bilan, ustoz bilan hal qilinadigan narsa bola bilan hal qilish. To'g'rimi? O'shaning uchun mana shu narsalarni treninglar qilamiz, birga fikr almashamiz, shunaqa nima deydi, o'zgaryapti ham, o'zgarishiga 100% ishonaman. Va bolalarni zo'r bo'lishini xohlayapsizlar, olim bo'lishini xohlayapsizlar, yoniga tushmaydi, oldiga tushmaydi. Ichinglarda nima deydi, zo'rg'a chidab berayotgan bo'lsanglar ham, rahminglar kelib ketayotgan bo'lsa ham, men unaqa qildim, jahlinglar ketib, yo'q. Sabr qilinglar. O'sha vaziyatni oxiriga, tub mohiyatiga yetib boringlar. Va tub mohiyatiga yetib borgandan keyin shu muammoni kim hal qila olishiga yordam bersa, shu odam bilan buni muhokama qilinglar va shu odam bilan muammoni yechinglar. Mana bunaqa diskussiyalar, bola bilan aytiladigan gaplar faqat bolalarni ziyoniga ishlashdan xabardor bo'linglar. Demak, anaqa xulosa sifatida ixlosda faqat bolalar bilan ishlanmaydi, o'quvchilar bilan ishlanmaydi, ota-ona bilan ham bevosita. Albatta. Ya'ni bola boshdan deyiladi, bola buloqdan. Buloq toza kelsa, suv. Shu suvga ekin ekiladi, bilim beriladi va u meva beradi. Lekin boshidan siz bu yerda toza suv qilsangiz-da, boshdan yana loyqalanib kelaversa, undan hech qanaqa natijani kutishimiz ham noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun qisqa endi mayli aytaman, men ota-onalarni farzandni emas, o'quvchini bilim darajasini tekshirib olamiz. Lekin ota-onalar bilan suhbat qilib, ota-onalarni qarashini, dunyo qarashini, ota-onalarni fikrini, ota-onalarni tarbiyasi yoki qanaqa xulq-atvorga egaliklariga qarab o'quvchi olinglar deyman. Yana bitta tomoni bor. Baribir ochiq aytish kerak bu narsani. Xususiy maktab pullik bo'ladi. Albatta. Lekin bu pulga qaysi ko'z bilan qarashga bog'liq. Ya'ni kim uchundir qaralganda bu qimmat, lekin boshqa tomondan uni qiymatini his qilib, bu ilm ekanligini, u farzandini kelajagi ekanligini, kelajakka investitsiya ekanligini tushunib qaralganda, bu kam ham ko'rinishi mumkin. Mana bunaqada
Og'rinib berishi, natija chiqmayapti, chiqyapti deb berishi yoki bo'lmasa ana mana bunaqada pul berishdi bolada bilim bilim xumchasi deb gapiraylik, bilim qopchasi deb gapiraylik. O'sha pul berdik, bilim qopcha tushdi deb o'ylashadi bolaga. Masalan, men bilim berdim, stol sotib oldim. Stol uyimda turibdi degan narsa bor-ku, bilim berdim, pul berdim, stol sotib oldim, stol uyimda turibdi degan narsa, bu tovar moddiy o'lchasa bo'ladigan narsa. Lekin bilim nomoddiy aktiv. Uni o'lcholmaysiz. Bitta yana bitta faktor bor. Bola degan faktor bor. Ba'zi bir bolalarni qabul qilishi 80%, 100%. Ba'zi bir bolalarni qabul qilishi 50 dan past, 50% dan past. Ya'ni hali u 50 dan, ya'ni sekin-sekin 60 ga 70% qabullanishga chiqib olishga vaqt kerak. Bilasizmi, men buni nimaga o'xshataman? Uy qurilayotganda uy quriladi-ku, bunyod qilinadi. Bir pasda qurilmaydi-ku, uy fundamenti bo'ladi, g'ishi bo'ladi, dekoratsiyasi, hammasi. Ta'lim ham xuddi shunaqa jarayonda, sekin-sekin, lekin faqat pul talab qiladi sizdan, faqat pul so'raydi. Sekin fundament qutilib oldimi, Xudoga shukr deymiz. Keyin g'ishini qo'yib oldik, mana hozir qurilishdaman-da, ya'ni pul berib, lekin hali o'zidan pul qaytmagani uchun, hali buni hosilini, mevasini ko'rmagani uchun bekorga qilyapmanmi shuncha narsani degan qiyinchilik bo'ladi. Men ota-onalarga ham oson demayman. Hozir pul topishi o'zi oson emas. Hozir bitta bolaga 5,5-6 million pul ajratib berish ro'zg'ordan, oiladan juda qiyin. Men juda ham to'g'ri tushunaman ularni. Lekin bor. 6-sinf, 7-sinf, 8-sinfdagi bolalar hali bu qilinayotgan investitsiyani, sarmoyani nima qilib bera olmaydi? Chiqarib ko'rsatib bera olmaydi. Ular faqat boya aytgandek fundamentini mahkam, zo'r qilib, mustahkam qilib qurilayotgan bosqichda. Hali tepasiga uy qurish bosqichida emaslar-da. Lekin bitta narsa meni xursand qiladi. Ixlos maktabida aynan kasbga yo'naltirilgan maktab bo'lgani uchun ham buxgalteriya kasbini berganimiz 10-11-sinfda bo'lib buxgalteriya kasbini o'rganishadi yoki IT kasbini o'rganishadi va bu kasb bilan 11-sinfni bitiriboq ish bilan ta'minlanishadi. Ya'ni buxgalteriya yordamchisi, konsaltingli firmalarga kirishadi. Eng kamida 4-5 million oylikka ishlaydigan mutaxassis bo'lib chiqishadi. Ya'ni boshqacha aytib, institutdagi og'irlik yukni o'z bo'yniga oladigan bo'lib chiqishadi. Hozir juda ham jadal rivojlanayotgan davr va rivojlanayotgan davrda o'qish va kasbga ega bo'lish degan anaqamiz bor, fazamiz, davrimiz. O'shani sal oldinroqqa olmasak yutqizib qo'yamiz. Ya'ni hozir butun institutni bitirib keyin ishlayman degan narsani vaqt va zamon kechirmaydi. Tushuntira oldimmi? Shu mana Akko akademiyasiga ham kelishadi, buxgalteriya o'qishadi 5 oylikda. Xursandman, kasbli bo'lish deyman. Endi xalqaroga o'tasizlar. Ingliz tili bormi? 18-19 yoshli bola, yo'q, ingliz tili yo'q. Endi o'rganaman. Tushuntira oldimmi? Ya'ni institutni bitirishyapti. Yo'q, endi o'rganaman ingliz tilini. Yo'q, bizni maktabda ingliz tilisi ham bo'ladi. IELTS ham bo'ladi, SAT'si ham bo'ladi, qo'lda kasbi ham bo'ladi. Endi sal boshqacharoq gapiraman. Shu 11-sinfni bitirib, sertifikatlar qo'lda kasb bo'lgan odam bu yoqdagi ingliz tilini bilmaydigan, hali endi diplomini olib, endi bir ishni boshini tutaman deganlar bilan birga ish bozorida raqobatdosh bo'lyapti. Tushuntira oldimmi? Qaysi birini oladi deb o'ylaysiz ish beruvchi? Albatta, til bilganini oladi va yoshrog'ini oladi. U taraf ham yoshrog'ini oladi. Yoshlikdagi boya aytganda eng katta potensialda eng zo'r natija beradigan ish kuchi bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Va buxgalteriya ham o'zi yangilanib, har yili bir yangilanadigan kasb. %100 va yana o'sib boradigan kasb. Ya'ni bitta men buxgalter bo'ldim, endi zo'r nima edi, oxirigacha ishim besh degan narsa emas, doimiy izlanishni, doimiy o'sishni va doimiy karyerada perspektiva karyera zinasida bemalol tepagacha moliya maslahatchisigacha, moliya vazirigacha chiqadigan yo'li bor ular. To'g'rimi? Menimcha Ixlos School maktabimni yaxshi ko'rishimni ko'rdingizmi? Boshqacha yaxshi ko'raman maktabimni. Ixlos School o'zi o'ylab qarasa, o'zi solishtirib ham ko'rsa, endi solishtirish to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman, lekin SWOT analiz qilsak deydi. Analiz qilsak, analiz ham qildik o'zi, marketing tomonidan ham. Ixlos School bolaga kasb o'rgatib,
uni ishi bilan ta'minlash kafolatini beradigan yagona maktab ekan O'zbekistonda. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Hozir mana bitiruvchilarimiz o'tgan yili 12 bitiruvchimiz bo'ldi. Hammalisi buxgalteriya diplomini olishdi. 70% ishlashyapti konsalting korxonada. Men o'zim bitta bitiruvchimizni olganmiz, yana ikkita bitiruvchimiz IELTSdan ixlos maktabiga dars bersak maylimi deb kelishyapti. Ya'ni bu buxgalteriya kasbida ham 30% nega ishsiz desangiz ruxsat berishmagan. Tushuntira olyapman. Ya'ni endi aytishim kerak, 11-sinf bitirishda ikkita qizim shunaqa zo'r qizlarda, 100 ball buxgalteriya bu shunaqa zo'r qizlar. Nima bo'lyapti? Qaysi universitet nima anaqa qildi? Akademiyadagi senior davom etinglar, universitet bilan parallel ravishda deyapman. Yo'q, biz endi ozginadan keyin uzatamiz, ozginadan keyin to'ylik bo'ladi. Menchi bilasizmi, men o'zimni qizimdek yig'lab yubordim-da. To'g'risi bu yomon emas. Bu albatta taqdir, men hech nima demayman, lekin potensial katta-da. Potensial 100%da. 100% potensial ekan. Men ularga 100% ishonaman. Bir 5-6 yil davrdan keyin ular albatta qaytishadi. Tushuntirdim. Albatta buxgalteriyagami, albatta tilgami qaytishadi. Albatta ichidagi potensiali, olovi, energiyasi chiqadi. Va faqat xayrli bo'lib, chiroyli bir taqdir bo'lib qaytishsin deb duo qilaman. Lekin xafa bo'ldim. Xafa bo'lganimni bilishdi-ya. Hammasini o'zini vaqt soati bor albatta. Lekin qizlarimizni o'qishini men juda ham xohlayman. Ularni malakali, qadr bo'lib, kasbga ega bo'lib, millatni davomchilari bo'lishligini rosa xohlayman. Shuning uchun ham balkim achindim, xafa bo'ldim. Shunaqa bir tuyg'u bo'ldi menda ikkita qizim uchun. Ya'ni ishlamaganlarim ham ruxsat yo'qligi uchun ishlashmayapti. Tushuntira oldim. Ya'ni ish yo'qligi uchun emas. Tushunarli. Aytim jimirladi, to'g'risi o'zim qiz bola bo'lganim uchun yaxshi his qilaman bu narsani. Baribir aytganingizdek qaytishadi, lekin qaytganda o'sha bilim bo'ladimi, masalanda? Unutiladi-da. Bu bilan endi turmush qurish yomon deyish maqsad emas, vaqti bor-da. Xuddi shuni. Men o'zim 4-kursni bitirganda turmush qurganmiz. 1 yil kech kirganman men institutga, litsey bitirib kirganmiz. Hamma narsaga alhamdulillah ulgurdik. Ya'ni bilmadim, meni qadriyatim shunaqa. Meni qadriyatim ular avvalo ilmli bo'lsin, kasbli bo'lsin, o'zini tanisin, o'zligini tanisin, jamiyatda bir a'zosi bo'lsin va undan keyin jamiyat, ya'ni kichkina jamiyat qursin deyman. Aynan qiz bolaga alohida. Aynan. Endi agar ixlosni yana tizimi bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, ustoz, men bilaman siz ixlosda tayanch fanlardan tashqari har bitta qo'yilayotgan qo'shimcha o'sha robototexnika bo'ladimi, mental arifmetika bo'ladimi, ular o'z-o'zidan qo'yilmagan va bu xodimlaringizni ham emas, aynan sizni izlanishingiz, tahlilingiz rostdan bolaga foyda berishini o'zingiz anglaganingizdan keyingi qo'yilgan qo'shimcha fanlar to'garinglar deb o'ylayman. Va men hozir bu o'sha tahlillaringiz natijasida bular qanchalik foydali bolalarga, o'sha robototexnika, mental arifmetika va yana bitta narsani bildim, bu ham boshqa maktablarda solishtirganda, yana baribir solishtirishga olib boraman. STEM education tizimi desa bo'ladi, to'g'rimi? Tizimi ham ixlosda bor va men o'zingizdan bu narsani, chunki o'zingiz aytyapman, o'zingiz tahlil qilgansiz, ishonchim komil va o'zingizchalik hech kim buni yaxshi tushuntirib bera olmasa kerak. Va buni mohiyatida nima yotadi, bu tizimlarni, qo'shimcha darslarni qanchalik bolalarga foyda? Bu yerda bilasizmi, birinchi bo'lib to'g'ri aytdingiz, biz to'garak deymiz, robototexnikani, mental arifmetika, shaxmat bor. Hozir mana STEM dasturlari, endi STEMda bu ta'lim dasturlari, buni fizika, matematika bilan bog'lab unga hozir kelaman. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, to'garak bo'lgani bilan ana o'tdi to'garak degan narsa yo'q. Bu ham dars kategoriyasida, ya'ni o'lchanadigan har bitta o'quvchining natijasi
qancha o'sdi, qancha natijaga oldi va hammasidan ham o'sha musobaqaga chiqadigan, musobaqada qatnashadigan, musobaqada o'zini o'rnini egallaydigan tizim qurganman. Nimagaki, musobaqa rosa ham katta dars, rosa ham katta tajriba bolalarimiz uchun. Nega desa, ular har kuni bitta sinf xonasida o'tirib, bitta darsini olib, bitta 5 olib, 100 ballni olib, o'zidan xursand bo'lib ketishi mumkin. Lekin hayotda har doim sinfxonada davom etishmaydi. Ya'ni hayotda chiqishganda ulardan ham kuchlilar borligini va bundaylar ko'p ekanligini, juda ham ko'p o'quvchilarimiz uni aytishimiz kerak. Butun O'zbekiston bo'yicha juda ham salohiyatli yoshlar ko'p. Va shular bilan birgalikda musobaqaga qatnashganda bir marta tellab yutamanmi, yutmaymanmi degan hayajon hissi, g'alabaga erishish hissi, tuyg'usi va g'alabaga erishgandagi o'zidan faxrlanish tuyg'usi. Mag'lubiyat bo'lganda keyingi safar albatta g'alaba qozonaman deya olish tuyg'usi, ana o'sha anaqalarni, xarakterlarni-da shakllantirish uchun men bu narsani qo'yganman. Ya'ni bola har doim nimada izlanishda, musobaqada rankda yursin. Ya'ni har doim o'zini bahosidan 100 balldan qoniqib qolmasin. Sal chetroqqa, sal tashqariroqqa chiqsa, albatta undan ham kuchli topiladi. Yoki eng kuchlisi bo'lishiga, unga harakatiga, eng kuchli bo'lish harakatiga undaydi. O'shaning uchun mental arifmetikadan xalqaro musobaqalarga boryapmiz, matematika, ingliz tili xalqaro musobaqalarga boryapmiz. Faxrli o'rinlarni olib kelishyapti. Eng mana olmaydi deganda 3-o'rinni olganda ham o'quvchimiz xafa. Ya'ni 3-o'rinni oldim aytaman. 3-o'rin xalqaro musobaqada eng yaxshi o'rin. Ya'ni aslida meni xursand bo'ladigan narsam shu joyga borib, o'zini qo'rquvini, hayajonini yengib, bilimini sinab, o'rin egallagani bu bitta katta g'alaba aslida unga hayotidagi. Men o'zim musobaqalarga institutga kirganda qatnashganmiz. To'g'risini aytaylik, maktablarni bitirib, litseylarni bitirib, keyin voy, men bitta bular kuchliroq ekan, men bitta olimpiadalarga, endi olimpiada anaqasida bo'ladi, lekin bu amaliy musobaqa. Fikri ham o'zgaradi. Asosiy maqsadim nima? Ko'nikma, soft skills shakllansin, ko'nikmalar, gaplashish, ijtimoiylashuv, prezentatsiya qilish, o'zaro anaqa problem solving, muammo bo'lsa muammoni hal qilish, o'zini tuta bilish, rosa ham ko'p ko'nikmalar bir vaqtda shakllanadi bitta musobaqada. O'shaning uchun men buni davomiy bo'lishini xohlayman va aytganingizdek o'qituvchilardan ham davomiy, bittasi tugasa keyingisiga, yana bittasi tugasa keyingisiga bog'lanadigan holda qo'yganman. Chunki farzandlarimiz bundan keyin kelajakdagi O'zbekiston farzandlari bular global citizen bo'ladi. Ya'ni global fuqaro bo'ladi bular, global. Bularning yonida faqat o'zbeklar turmaydi. Ya'ni butun millat vakillari xuddi shu bilimlarga ega bo'lgan ish bozorida tengma-teng raqobatlasha oladigan avlod chiqishi kerak bizada. STEM ta'lim dasturiga to'xtaladigan bo'lsak, STEM ta'lim dasturida Science, Technology, Engineering and Maths degan narsa, ya'ni science bu fan, nauka, texnologiya, muhandislik va matematika. Juda ham ko'p o'zimda ham bo'lgan. Men nimaga sinus kosinus o'rganyapman? Men nimaga tangens o'rganyapman? Men qachon ishlataman bu o'rganayotgan bilib? Trigonometrik nimaga kerak degan savollar bor. Bu savollar ko'pincha ochiq qoladi. Va hozir shunaqa STEM ta'lim dasturi mana shu o'rganayotgan, fizikadan o'rganayotgan, matematikadan o'rganayotgan, aniq fanlardan o'rganayotgan bilimlarimizni amaliyotda qanaqa qilib qo'llaymiz? Ya'ni science-da, fanda bu qaysi joylarda ishlatiladi? Engineeringda, muhandislikda o'sha fizika, matematikalar hisoblashlari qaysi joylarda? Shuni amaliyotga bog'lab o'rgatish, ishoning, bolalarimizga bilimdan ham ko'ra amaliy tajribani yetkazib beryapti va formulalar yodlab qolinmayapti. O'zimiz davrda formula yodlaganmiz o'tirib. Formulalarni mohiyati tushuntirib berilyapti va mohiyatini ko'rgandan keyin o'sha paytda shu tajribada mana bunaqa chiqarib beruvdilar shu formulani. Shunaqa bo'ldi. O'zi chiqarib oladi u formulani. Chunki mohiyati esda qolgan. O'shaning uchun ham STEM dasturlari aktual, dolzarb va Ixlos maktabimizda bu narsaga juda ham chuqur ahamiyat beryapman va bu darslarni yana ham ko'paytirish qasdaman. Ya'ni yana ham ko'proq fanlarni yuqori sinflarda hammasi STEM fanlarga qo'yish. Robo engineering. Biz hozir sun'iy intellektmiz, endi
Bu mani bir ko'rishim, shaxsiy fikrim aslida. Sun'iy intellektmi bo'ldi, hard skills degan narsalarimiz bor-ku. Hamma hard skillslarimizni sun'iy intellekt egallaydi. To есть til bilmasak, sun'iy intellekt miyamizga chip qo'yishadi, til biladigan bo'lib qolamiz. Yo'q. Yaqin kelajakda, ya'ni anaqa fantastika gapirmayapman. Biz oldin fantastika kinolarda ko'rardik. Matematika bilmayapmizmi, uni ham hard skills qo'yishadi. Nima yo'q desa, soft skills yo'q. Ya'ni hozirgi robotlarda soft skills yo'q. Nima desangiz, ana o'sha communication, ya'ni o'zaro muloqot qilishi, problem solving, ya'ni problemani o'zi tanqidiy fikrlash orqali yondashuvi, undan keyin empathy, ya'ni o'zgani dardini his qila olish va unga hamdardlik tuyg'usini bildira olish. U robotda yo'q. U his qila olmaydi. Tushuntira olyapman. Ya'ni o'sha 6 sense deymiz, 6 ta his tuyg'u robotda yo'q. Va shu his tuyg'ular bilan qilish uchun biz endi katta fokusni ta'limda soft skillslarga qaratishimiz kerak. Chunki bolalarimizni kompyutershiklarimiz ham, ITdagilar ham, IELTS o'rganayotganlar ham mana shunda o'ta bilinglar faqat hard skills anaqasi bo'lib qolgan, developerlar bo'lgan. Ya'ni faqat shu ko'nikmalarimni olsam, bilimli bo'lsam, doktor nauk masalan bo'lsam, bo'ldi deb o'ylashadi. Yo'q, uni yoniga shundoq hamma narsasi chipda joylashgan robot keladi. Uni nima afzalligi bo'ladi? Uni afzalligi yumshoq ko'nikmalarda bo'ladi. Afzalligi kommunikatsiyasida bo'ladi. Afzalligi hamdardlik qila olishda bo'ladi. Afzalligi tanqidiy fikrlar olishda bo'ladi. Afzalligi eng yaxshi qaysiligini o'zi inson faktori o'laroq tanlab olishda bo'ladi. O'shalarga katta ahamiyat berishimiz kerak. Bu bo'yicha ixlosda ham darslar o'tiladi. Xuddi shunaqa. Shuning uchun hozir tamoman shu STEM dasturlari ham, robo engineeringlar ham soft skillslarni nima qilishga, musobaqada qatnashish soft skillslarni rivojlantirish uchun xizmat qiladi. To'xtatib bo'lmaydi keyin u bola. Tushuntira oldimmi? U o'ziga ishondimi, bir marta g'alaba hissini nimaligini bo'ldi, to'xtatib bo'lmaydi. Hamma joyga o'zini uradigan bola bo'ladi. Hamma joy man boring, man yutaman, man ishonaman. 3-o'rindan faxrlanadigan. Ya'ni bu endi ozgina ota-onalarga, men o'qituvchilarga hammasiga aytganman. Ota-onalarga narsa 3-o'rindan ham podshoh qilib olinglar bolanglar. Tushuntira oldimmi? Ya'ni 3-o'rin молодец, hech kim olmagan. Shotki Malayziyaga borib, Dubayga borib shu o'rinlarni egallab kelolsammi? Bolam senga 5 baho, men sendan faxrlanaman degan tuyg'u qilinglar. U o'zini ichida uchibdan nedavolni. Sizlar e'tiborsizlar, o'zini ichida uchdan rozi emas. U baribir 2-1ga harakat qiladi. Bir bo'lsa chempionga harakat qiladi. Lekin sizlar bu yoqda rag'batni berib turinglar. Yana ham kattaroq hayratlantiraman. Yana ham ko'proq onam mendan faxrlanadi degan tuyg'u ularga nima bermaydi, tinchlik bermaydi. Menimcha ixlos skillda bir marta, 2 marta emas, yilda bir 5-6 marta bo'ladigan chet el safarlari ham mohiyatida faqat bolalarni olib borib musobaqaga aylantirib kelish emas. Albatta. Chuqurroq ma'no, aynan o'sha ta'kidlagan ma'nolaringiz yotadi, to'g'rimi? Albatta. Mana Dubayga bordik. Dubay birinchi lagerdan boshladik yozda, keyin Dubayga musobaqaga bordik, keyin Malayziyaga bordik, Qatarga bordik. Endi mana Turkiyaga boryapmiz. Fransiya bu yoqda kutib turibdi. Ya'ni ulab ularni bilimga bo'lgan muhabbatini, chanqoqligini, jiddiy jahdini nima qilishimiz kerak emas, tushirib qo'yishimiz kerak emas, davom etishimiz kerak. Musobaqalarni O'zbekistonda tashkil qilinadigan hamma musobaqalarga qatnashishadi. Lekin mani asosiy maqsadim ularni xalqaro musobaqalarga olib chiqish. Nimaga? Ya'ni O'zbekistondan chetda, tashqariga chiqishingizda bola baribir o'zini qobig'ida, komfortida, o'zini davlatida, tushuntira oldimmi? Ya'ni muhofazasi ham, ota-onasi ham, hamma narsa, hamma sharoitlar yaratilgan bitta davlatda, mezbon davlat deymiz, shu davlatda baribir o'zini erkin his qiladi. Lekin tashqaridagi xalqaro musobaqalarga qatnashganda bolada o'zini vatanidan vakil bo'lganini iftixori, g'ururi degan his bo'ladi. Avvalo g'urur. Bayroqlarni ko'taradi, g'ururlanib, mana shu narsani o'zimni davlatimni faxri bo'lyapman, vatanimni faxri bo'lyapman degan g'urur bo'ladi. Bola uchun qanaqa edi, masalan, o'sha Dubayga bo'lganda biza masalan eng katta binoni aytaylik Toshkent City yoki zo'r O'zbekiston Toshkentda eng zo'r binolarni olsak, Dubayda o'shani 10 karra, 100 karrasigacha katta masshtablardagi binolar, inshootlar, ixtirolar bor va bola nafaqat
musobaqa ramkasida, balki o'zini dunyoqarashini karra-karaga oshirib yuborish uchun, masshtabni katta maqsadga qo'yish uchun ham bu zo'r baza bo'lib beradi. Ya'ni bola endi qanaqa aytaman, bir katta binoim bo'lsa, katta maktabim bo'lsa, katta shifoxonam bo'lsa deganda, kattaligida qaysidir me'yorda bo'lsa, endi yo'q, mingta, millionta odamni patsientga xizmat ko'rsatadigan shifoxona bo'ladi degan judayam katta masshtabga o'sadi bola. Chunki Dubayda ham ular u mashinaga borishyapti, rasmga tushishyapti, bu mashinani yonida rasmga tushyapti. U o'tdagi insonlarga u umuman rasmga tushadigan obyekt emasda. Endi shunaqa deb gapiraylik. Ozgina bir kun shunaqa yurishdi, bir kundan keyin bo'ldi. Bu tabiiy holat. То есть shu holatda, nima deydi? Shu holatda yashash tabiiy, mumkin va bu narsa nega menda bo'lmaydi? Albatta menda ham bo'ladi deb. Ya'ni boshqacha aytib, Dubayga ko'rib O'zbekistonda ham shunaqa shaharlar, shunaqa shifoxonalar, shunaqa ta'lim dargohlari, shunaqa maskanlar qura oladigan avlod bo'ladigan B tochkasini kattaroq fazada qo'yib qo'yishni xohlaganim uchun ham juda ham ko'p lagerlarim ham, musobaqalarim aynan Dubayda bo'ladi. Malayziyaga borishdi, qadriyat jihatdan yangi bilimlar olib kelishdi, yoda musulmon davlati bo'lgani uchun nima deydi, bir-biriga munosabati, shirin munosabati, yaxshi gapi, hammani kular yuzli deydi, hammani bir-biriga do'stona munosabati bizani o'quvchilarga zo'r ta'sir qildi-da. То есть birinchi aytgan narsa, menga ular muomalasi yoqdi, menga o'zaro munosabati yoqdi. Hamma kular ekan u yerda. Hamma bir-biriga yaxshi gaplar bilan xursand qilar ekan. Nimadir so'rasang, qarang, nimadir yordam so'rasang, oxirigacha yetmagunicha, ya'ni oxirigacha senga yordam berib, yo'lni ko'rsatmaguncha nima qilishmas ekan? Nima edi? Uspokоиться deydi. Tinchlanishmas ekan. Shu oxirigacha yaxshilikni ado qilib, keyin xursand bo'lishar ekan. Men shu narsaga besh ketdim. Ularning ham ishi bor, ularning ham vaqti yo'q, ular ham tig'izlikda. Lekin shu anaqani his qildim deb kelishdi-da. Shu narsa juda ularga ta'sir qildi. Bolalarimga ta'sir qildi. Ko'p ta'sir qiladigan moment ko'p. O'z so'rasangiz emotsiyada qaytayotganda ko'pincha so'rayman. Nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, nima o'rgandinglar, nima yengillik bo'ldi sizlarga, etinglar, bo'lishinglar deganda, ularning xotirasida qolgan narsalar meni hatto hayratlantiradi. Qatardan qaytishyapti ko'pchilik. O'zbekistondan rosa ham ko'p o'quvchilar borgan ekan. Avtobusda bizani Ixlos maktabimiz madhiyasi bor-ku. Hamma birdan bir bo'lib Ixlos maktabini avtobusda deyman, samolyotda. Ixlos maktabini anaqasini madhiyasini aytishdi-da. Keyin boshqa maktabdagi bolalar o'tda yana bor ekan, boshqa maktabdagi xususiy maktab borganlar. Ular bir-biriga qarab, anaqa o'zini maktabini nomini aytib chiqarib kelishyapti-da. Bizning madhiyamiz bor, biz madhiya etib keldik. Biz vatanimizga madhiya bilan kirib keldik. Mana ko'ryapsizmi? Qanday shakllanyapti. Ya'ni ular bitta to'plum deydi, bitta jamiyatni a'zosi ekanligini bilishyapti va uni himoya qilishyapti. Uni sharafiga, masalan, vatan ham shunaqa. Madhiya aytayotganda maktabda har kuni ertalab dushanba va juma kunlari madhiya ayttiramiz, maktabda O'zbekiston madhiyasi bilan boshlanadi. Lekin Dubayda aytgan madhiyasi, tushuntiryaptimi? Ya'ni o'zga bir davlatda aytgan O'zbekiston madhiyasida ular har doim bolalarim faxr qilishadi va yig'lashadi. Bu sog'inch, bu vatanga bo'lgan muhabbat, bu nimaligini tushunishadi boshqacha qilib aytganda. O'zini joyida, o'zini vatanda bu narsani har doim ham his qilish to'g'ri kelavermaydi. To'g'ri. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaydi deganda, to'g'ri. Shunaqa. Biza Ixlos maktabida nafaqat o'quvchilarga o'sha treninglar o'tamiz, balki ota-onalarga ham trening o'tamiz. Avvalo onalarga o'tamiz. Negaki ilmli ayolni farzandi har doim nima bo'ladi? U ham ilmli bo'ladi. Ya'ni trening qilganda faqat biza onalarga urg'u bersak, faqat bolaga ilm berayotganda faqat bolaga urg'u berib qo'ysak, shunaqa bo'lardi,
treninglarga qatnashib onalar kelganda, voy shuncha narsa bilmas ekanman, shuncha narsa o'rgandim, rahmat. Bo'lmasa biza uchun oddiy narsalar. Biza uchun emas, o'sha trening berayotganmi, psixologiya trening, farzand tarbiyasidagi treninglar, farzandni psixotiplari-da, qaysi farzand qanaqa ilm oladi, sabrli bo'lish, ya'ni o'zaro bolasi bilan bo'lgan munosabati yanayam yaxshilanishi uchun ham nima qilamiz? Zamin yaratamiz. Nima sababda? Chunki aytaman, mana bunaqa ayting, maqsading sani faqat hosil olish bo'lsa, maqsading faqat biznesda pul olish bo'ladigan bo'lsa, san bu taraflarga e'tibor bermaysan. To'g'ri aytaman, ya'ni bir biznes egasi o'laroq bu taraflarga e'tibor bermaysanda, anaqa yaxshi reklama qiling, zo'r qiling, bizani maqtasin, hamma narsa, mana butun reklamniy aksiya deb gapiring, hamma narsa, hamma biznes ishlashi mumkin, lekin ta'limda emas. Tushundingizmi? Lekin ta'limda qilgan mehnatingiz ishlaydi. Ta'limda 80%lik reklama deb gapirmang, 80%lik natija tavsiya asosida bo'ladi. Ya'ni ota-ona bir-biriga tavsiya qilish orqali, mana shu unaqa zo'r ekan. Qachon siz bemalol farzandingizga ishonib qaysidir maktabga berasiz? Qachonki qaysidir ota-ona sizni tanishingiz, xodimingiz, sizni xolangiz, sizni qaysidir qarindoshingiz shu maktabda rezultat olgan inson bo'lsa-da, sizni tavsiya qilsa borasizmi? 100%. Ya'ni o'sha narsani qilib berish uchun deb aytmayman, lekin siz jon ko'ngildan mehnat qilib shuni qilyapsizmi? Albatta aylanish, nima deydi? Albatta tavsiya qilish konversiya shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun ham masalan boshqa maktablarni bilmayman, ularning strategiyasi o'z bilan manda qayerda nima ketyapti, qayerda yana ham yaxshiroq qilsam bo'ladi. Masalan, ota-onalar bilan farzand o'rtasidagi munosabatlardami? Unda onalar uchun trening qilishimiz kerak. Bu yoqda alohida o'g'il bolalarni o'smirlik paytida ular uchun alohida trening olishim kerak. Unga o'g'il bola ustoz kerak. Tushundingizmi? Ya'ni qaysi momentda to'ldirsamgina bu ideal produkt bo'ladi. Hamma puzzle, hamma narsasi to'g'irlangan bo'ladi. To'g'risini aytaman, ideallik, mukammallik, komillik faqat Allohga yarashadi. Men hech qanaqasiga komillik, ideallikka iddao qila olmayman. Lekin shunga harakat qilaman. Natijasi Allohdan, sababi Allohdan. Masalan, hamma narsani qilganda ham qayerdadir nimanidir o'tkazib yuborgan paytlarim bo'ladi-da meni ham. Voy, mana shu tarafini o'ylamagan ekanman, mana bu tarafini o'ylamagan ekan. Shuning uchun aytaman, reklama, bir nima, oyuq, anaqali gaplar bo'ladigan bo'lsa bo'lsin, lekin ishini balkim beradi, lekin ta'limda bermaydi. Yoki juda qisqa muddatga ishlaydi. Siz hech qachon ta'lim qisqa muddatli biznes bo'la olmaydi-ku. Ya'ni eng kamida 11 yil xizmat ko'rsatishingiz kerak bir bolani maktabni bitirib, diplomini, attestatini qo'liga olguncha. Shuning uchun bu narsani hech qanaqasiga 6 oylik, 4 oylik, 1 yillik deb ko'rish kerak emas-da. Shu bolani unib o'sishiga, to'g'ri unib o'sishiga, qiyshayib qolmasligiga, noto'g'ri yo'lga yoki bo'lmasa o'sha to'g'ri unishiga nima kerak bo'lsa, zaminida nima talab qilsa, o'shani hammasini qilishim kerak. O'shanda haqqim halol deb o'ylaydigan momentlarim bor. Shunaqa o'ylayman. Uni kimnidir meni maqtash uchun, voy zo'r maktab ekan deyish uchun qilmayman. Chunki shunaqa qilmasam o'zimni ko'nglim xotirjam bo'lmaydi. O'zimni qilmayman, shunaqa qilsam точно yaxshi bo'lardi. Shu trening o'tsam yaxshi bo'lardi. Yana aytaman, o'zingizga o'xshagan insonlarni qamrab olasiz. O'zingizga o'xshagan insonlarni tortib olasiz. Sizni fitratingizda bu yerda bunaqa gapirib, orqada boshqa ish qiladigan bo'lsa, xuddi shunaqa insonlar keladi. Sizga yaxshi gapirishadi, orqada boshqa ish qilishadi. To'g'ri aytamanmi? Ya'ni shuning uchun ochiq bo'lish kerak. Aniq maqsadni nimaligini bilib olish kerak, niyat nimaligini bilib olish kerak. Qolganini sababini qilishda davom etish kerak. Onalarga ham shunaqa aytaman. Birdaniga bolangiz olimpiadada birinchi o'rinni olish dedim yoki bo'lmasa bitta bola shunaqa ham bo'lib qolyapti-da. Bitta bola o'rin olsa, uniki sal kamroq olsa xafa bo'l. Nega xafa bo'lasiz? Nega xafa? Kimdan xafa bo'lyapsiz? Yaratgandan? To'g'ri aytaman, ya'ni nega xafa bo'lasiz? Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. Demak, yana ham ko'proq harakat qilish kerak ekan. Demak, buning ortida yana ham xayrli bir ish kutyapti degan anaqada fitratda deyman, shunaqa bir xarakterda, shunaqa bir xulqda bo'lishligini xohlayman-da. Mani onam shunaqa bo'lganlar.
Mani olam, man aytaman, onajon, shunaqa daryo bo'lgan ekansiz, hammaga mehringiz yetgan-a deyman. Bizda 4 ta qiz, bitta farzand, bitta o'g'il farzandlar bor, 4 ta qizdan keyin. Ishonasizmi, 4 ta qizli bo'lganlarda ham u amakimni o'g'illari bo'lganda shunaqa yaxshi ko'rganlar, shunaqa katta qilganlar, chin dildan mehr bergan. Hech qanaqa hasad degan tuyg'u bo'lmaganda. O'zi shu mana shu ilmimizni yuqishi ham, bizani hayotimizdagi hamma narsa bizani foydamizga hal bo'lishi ham o'sha hasad degan tuyg'uni yo'q bo'lishidan boshlanar ekan. Eng kamida hasad qilmayapsizmi, yaxshi insonsiz. Tushuntirib oldimmi, ya'ni? Eng kamida hasad qilmayapsizmi, bo'ldi, bir pog'ona yaxshisiz. Undan keyin yana yaxshi niyat sizga bog'lanadi, hasadni tozalab olgandan keyin. Undan keyin havas boshlanadi. Havas qildi degani nima degani, bilasizmi Sinora? Havas qildi degani shu narsa, masalan, sizni qachon havas qilgan paytingiz bo'lgan? Kimga havas qilgan paytingiz bo'lgan? Ko'p havas qilaman ko'pchilik. Masalan, masalan. Chunki o'zimizda mana ko'p tadbirkorlar bilan ishlaymiz. Sizga ham masalan havas qilaman joyida. Masalan, men onamlarga havas qilishadi-da. Voy, havas qildim sizga, sizniki bu aytamanki, mana havas qilishyaptimi, chin dildan havas qilishyaptimi? Shu hodisa, ya'ni shu, masalan, onamga havas qilishyapti. Farzandlari shuncha ilmda olish, shunday ta'limda, shunday fidoyi farzandlarni katta tarbiya qilgansiz deb havas qilishyapti, lekin aslida ularda shu narsa boshlandi. Ularning ham farzandlarida shu g'unchalar, shu yo'llar ochildi, chunki havas qildilar. Endi vaqti keladi, o'zligi ham shu sharaflarga shunaqa bir e'tiroflarni eshitishganda, man onalarga havas qilganim manda ham shu bo'lyapti deydigan payt bo'ladi. O'shaning uchun aytamanki, birinchi bo'lib hasad qilmaslikni o'rganishimiz kerak. Keyin kim uchundir xursand bo'lishlikni o'rganishimiz kerak, xursand bo'lish va havas qilishni o'rganishimiz kerak. Bo'ldi, qolganini sababini Alloh o'zi qilib beradi. Qolgani o'zi keladi, uni siz o'ylaysiz, men harakat qildim, shunaqa bo'ldi deb, misol uchun, harakat qilganim, mehnatlarim evaziga bo'ldi. Yo'q. Asl sof qalbingizni evaziga, sof havasingizni evaziga, ixlosingizni evaziga kelayotgan bo'ladi. Shunaqa deb bilaman men. Shuning uchun onalarga ham aytaman, havas qilinglar, keyingisida bugun bir olgan bo'lsa, keyingisida chempion bo'ladi. Havas qilib turinglar, bo'ldi. Nega? Menga kamroq dars o'tdimi? Anaqa, biz bora oldikmi? Oxirigacha bora olmadik. Bizga yetishmadi. U tushuntiryapman, sabablarni qidirishadi. Bo'ldi. O'tmishmi? Bekorga o'tmish emas, o'tdi. Unga qaramaymiz endi. Endi kelajakda nima qilsam yaxshiroq bo'lishini o'ylaymiz. Nima qilamiz? O'tmishni tagini surishtirib, narsa qilib, xafa bo'lib, g'iybat qilib, qalbimizni anaqa yomon o'ylar bilan to'ldirib, yomon gumonlar bilan, yomon niyatlar bilan nima qilamiz? Yo'q, unaqa qilishga haqqimiz yo'q. O'tdi, bekorga o'tmish emas. O'tkazib yuboramiz, oldiga qarab yuramiz. Endi nima qilsam yaxshiroq bo'ladi? Oson-ku, maydon. Hamma narsa oson. O'zimizni o'zimiz qiyinlashtiramiz ishni har doim. Onalarga ham o'sha treninglarda ham gapiramiz. Xursand bo'ladi. Mana ustozimiz Dilafruz Xitoyatova treninglarda qatnashtirdim. O'sha izoh berish, bolaga qanaqa muomala qilish, bolani boricha qabul qilish, boricha qabul qilib, unga to'g'ri yo'l ko'rsatish, ko'proq muloqotda, munosabatda bo'lishlarni gaplashdik-da. Xursand hamma. Dilafruz ustozim aytdi, voy, bunaqa onalar ko'rmaganman, mashalloh, ular ham havaslari kelyapti. Birga ishlash bilan bo'ladi. Dinor, biz birga gaplashib o'tiramiz-ku, bir-birimizni taniyapmiz, to'g'rimi? Keyingi etapda nima bo'ladi? Keyingi etapda kimdir masalan, voy, Dinora bilan ishlasam bo'ladimi, qanaqa qilsa, voy, ishlayman, men yaxshi taniyman deymiz, misol uchun. Yoki siz, voy, bilaman, Ixlos maktabini, yaxshi maktab, ichidan o'rganganman deysiz, misol uchun. Ya'ni keyingi yaxshi ishlarga vasila bo'ladi. Hamma narsa birinchi tanishdan boshlanadi. Men shunaqa deb bilaman. To'g'ri. O'sha onada tug'ilgan o'sha kayfiyat, solishtirish yoki negativ kayfiyat deylik, bolaga ham baribir bevosita ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Yana bunaqa bor, ko'p onalarimizda hali emotsional yetuklik yo'qda. O'zligida o'xshamagan narsalarni, armonlarni bolaga berishadi. Endi bolam shunaqa bo'ladi deyishadi. Bu birinchisi.
ikkinchisi o'zligidagi qiynalayotgan ezilayotgan kayfiyatni boladan alamini oladi deydi-ku. Ya'ni ya'ni жертва deydi. Nima жертва? Жертва. U ikkitimi? Anaqa jabrdiyda. Ha. Anaqa o'zi jabrdiyda pozitsiyasida bo'ladi va bolani qurbon qiladi. Tushunarlimi? Ya'ni bola endi onasi xursand bo'lish uchun onasiga yoqqan ishni qilib yurishi kerak. Bunaqa narsa yo'q. Sizlar onajonlar, sizlar o'zinglarni hayotingizda o'zinglarga o'zinglar xursand bo'lishni o'rganinglar. Ya'ni sizlarni nima xursand qilsa, ya'ni sizlarni farzandinglarni yutug'i xursand qiladi, hammani xursand qiladi, to'g'ri. Lekin undan avval o'zinglar ham Allohimma hamma yoningizdagi barcha yaxshi narsalarni ko'rib, shundan xursand bo'lish degan narsani o'rganib olinglar. Shukr qilish degan narsani o'rganib olishingiz kerak. Sog' salomat bo'lgani farzandimizni o'zi ne'mat emasmi, ha? Shukr qilsak yetmaydimi shunga, ha? Yo'q, bizda bolalarimiz ham sog'lom, hamma sog'lom. Yo'q, bu birinchi o'rinda omad. Yoki bo'lmasa, yo'q, bu musobaqadan ham. Ya'ni mingta sabab bor xursand bo'lishga, bitta sabab bor xafa bo'lishga. Biz bitta sabab xafa bo'lishni tanlaymiz. O'shaning uchun o'zimizga o'zimiz ziyon qilamiz. Bu xafagarchiligimiz siz aytgan nafaqat bolaga, barcha oila a'zolariga shu energiya tarqaladi. Ya'ni aytamaanu hamma narsada onam ko'zim oldilariga kelaveradi, ko'zim oldimga kelaveradi. Bu shunaqa qiynalgan vaziyatlarda shunaqa xursand, voy sizlar hali qanaqa bo'lasizlar, sizlar hali mashinalarni sig'dirishga joy qolmaydi, sizlar hali mana professor, olima qizlarim bo'lasizlar. Biz maktabda o'qiganmiz, 286-oddiy davlat maktabida o'qiganmiz. Lekin onamni umidlari, bizga bo'lgan ishonchlari bizani adamni aytaman, adamim sizlar unaqa, endi adam juda ham unaqa maktabda hamma adam tanirdi, biz shu maktabga borganmiz. Ilmda juda ham ilg'or bo'lganlar-da. Biz adamga loyiq bo'lishimiz kerak, biz adamdagi bo'lishimiz kerak degan faxrni berganlar-da. Onamda bo'lsa faqat ishon, sizlar zo'r bo'lasizlar. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ya'ni hamma podдержка, ruhiy podдержкani onam bilan adam berishgan. Biz o'zimizga ishongandan ko'ra bizga ko'proq ishonishgan. Bizani sharoitda hamma sharoitlar bilan ko'mib tashlashmagan. Hayotda o'rgatishgan. Hayotda qiyinchilik bo'ladi. Mana adam 4 ta qizimizni hammamiz kasbga qilganlar, hammamiz o'qitganlar, hammamiz oliy ma'lumotimiz. Ukam ham faqat shunaqa qadriyat bo'lmaganki adamda. Bular qizlar, ular o'qimasa ham bo'ladi, ertaga uzatib yuboraman, yaxshi joyda, yaxshi kelin, bu bolalarni tarbiya qilib o'tirsa, yetadi demaganlar. Hali ham esimda. Hamma hayotda nima bo'lishini bilmaysizlar qizlar. Hayotda qanaqa kelishini bilmaysizlar. Hayotda o'zingizlarni qo'lingizda kasbinglar bo'lsin. O'zingizlar nima bo'lishini bilmaysizlar, bu yomon duo emas, haqiqatda nima bo'lishini bilmaymiz. Qo'lingizda kasbinglar bo'lsin. Sizlarni boqadigan, keyin farzandlaringizga o'rgatadigan kasbinglar bo'lsin. Chorak bahon so'rashim, ilmni so'rashim hammasi sizlarni ertaga o'zingizlar nima qila oladigan, boqa oladigan, o'zingizlar oilani ham balkim kelganda keyin tebrata oladigan holatda bo'lishinglarni xohlayman. Hammanglarni o'qimishli bo'lishinglarni xohlayman degan. Qiynalganlar, bitta o'zlari ishlaganlar, operatsiya bo'lganda ham borib ishlab kelgan kunlar bo'lgan adam. Bir marta shuni minnat qilmaganlar. Bir marta men qanaqa ishlar topqizlar o'qitaman demaganlar. Ishonganlar. Biz shu vaziyatni ko'rib 1000 karra a'lo bo'lishimiz kerak. 1000 karra loyiq bo'lishimiz kerak ota-onamiz qilayotgan mehnatlariga degan tuyg'u paydo bo'lganda. Hozir ota-onalarimizda buni aksi bo'lyapti. 1000 karra sharoit yaratib berilyapti bolaga. Lekin bir karra talab qilib olish, bir karra nazorat qilib olish degan narsa bo'lmayapti. To'g'risi, ba'zida bolalarimizni o'zimizni ota-onamizdan ham ko'proq yaxshi ko'rib ketyapmiz. Tushunib oldimmi? Ya'ni ota-onamizga ba'zida boramiz, ko'ramiz, qaysi sharoit, lekin bolalarimizni shu sharoit qilish kerak bo'lsa, tog'-tolqon qilib ham sharoit qilib berishim kerak. Noto'g'ri. Avvalidan boshlanadi FIFA qonuniyati. Ya'ni avval ota-ona rozi bo'ladi. Undan keyin Alloh o'zi farzandlarini senga xuddi shunaqa bog'lab, rozi qildiradigan qilib beradi. Shunaqa. Mani g'ashim keladi. Men ba'zi onalarni o'tib ko'raman, g'ashim keladi men. Masalan, voy bolalarim undoq bo'lsin, bolalarim mana bunaqa qilib qo'yibdi, narsa bo'lib qolibdi. Yo'q. Ber. Och qolish nimaligi hissini sezsin. Tushuntira oldimmi? Ya'ni yiqilish nimaligini sezsin. Pulsiz qolish nimaligini sezsin. Ya'ni hayot shunaqa, nima
qachongacha qaysi ota-onani Alloh bizga bog'lab beradi oxirgi? To'g'rimi? Mustaqil bo'lish nimaligini sezsin. Kimdandir pul so'rab ishini bitirish nimaligini sezsin, his qilsin. Bu hammasi ko'nikma. Busiz u jamiyatni to'liq a'zosi bo'la olmaydi. Bilasizmi, hozir ko'p o'g'il bolalarimiz, men birovni qo'lida ishlay olmayman. Nima deganim? Bilasizmi, shu bolalar, shunaqa bolalarda, demak, ota-onasini ham gapiga quloq solmaydigan bolalarda. Ya'ni ota-onasi buyurgan narsada ham, yo'q, men siz aytgan ishni qila olmayman. Men o'zim bilaman qanaqa nima qilishni deydigan tarbiyada bo'lib qoladi. Nima degani birovni qo'lida? Hamma birovni qo'lida ishlaydi. Siz 18 bitirib, 20 bitirib, qanaqa o'zingizni qo'lingizda o'zingiz ishlaysiz? To'g'ri, startap bo'ladi, boshqa bo'ladi, yaxshi narsa. Lekin 100% shunaqa bo'lishini kim ta'minlaydi? Endi qarang, birovni qo'lida ishlash bu katta narsa. Boshqa bitta subpodrajnikka, postavщикка, sizlardagi hamkorlarga gaplashib, muomala qilib, hamkorlikni qo'yib, shartnoma imzolash nima degani? Bu ham sizga uzviy bog'liq bir harakat, to'g'rimi? Bu ham sizni xohishingizga qarab yurish degani emasmi? Birovni qo'lida ishlamayman, birovni qo'lida ishlamayman deyildimi, bo'ldi. Hech qaysi ishda anaqa tizim bo'lmaydi. Birovni qo'lida ishlash degani bir boshidagi anaqasi aytaman. Boshida bir kamida 5-6 yil ishlar degani nima degani? Ertalab vaqtida ishga kelishim kerak degan. Vaqtida ishni qo'yib berishim kerak degan. Natijavilikni ko'rsatib berishim kerak degan. Hisobot berishim kerak degan. To'g'ri aytaman? Qancha mas'uliyat? Zo'r. Endi startap birovni qo'lida ishlamayapti. Nima degan? Bugun 11 gacha uxlasam ham bo'ladi. 11 dan keyin chiqib kimgadir borib uchrashib kelaman. Uchrashib kelaman. Nimadir olaman yoki yo'q bo'ladi yoki ha bo'ladi. Tizim yo'q, tartib yo'q, hisobot yo'q, mas'uliyat yo'q. To'g'rimi? Keyin nima bo'ladi? 11 keladi. Bugun bormasam ertaga borarman bo'ladi. To'g'ri. Shuning uchun yo'q. O ishlasin. Ya'ni eskilarimiz aytadi, burni yerga tegsin, ishqalansin. Shunaqa gap bor. Ishqalansin. Man choy damlash bilmayman, choy olib kiraman. Assalomu alaykum. Choy olib kira olmaydigan bo'lsangiz, men to'g'risini aytaman, apkoda ham, ixlosda ham, men yeng kelgan kim qaysi xodim bo'lsa, birinchi choy damlaydi. Juda ham primitiv, juda oddiy narsa-da asli, voyda, yo'q. Shu choy damlab, shu choyni qanaqa qo'yishini o'zida men baho berib bo'laman. Bu ham aslida men choy damlashim kerak. Men mantiq hisobot qilaman, salesda ishlayman, choy damlamayman. Deyilishi mumkinmi? Mumkin, yo'q. Qadriyat, fitrat va o'sha berilgan vazifaga yondashuv. Ritual degan narsa. Juda oddiy ko'rinadi, yo'q, oddiy emas. Tagida katta narsa bor. U keyin chiqadi. Shuning uchun onalarga ham, otalarga ham aytaman. Ishlasin. Birovni qo'lida ishlasin. Shunda haqiqiy anaqani tizimni, hisobot berish nimaligini, jahli chiqqanda tilini tiyib turish nimaligini, kerak bo'lganda ozgina sabr qilish kerak. Ba'zi bir qiyin vaziyatlarni qanaqa yetkazish kerak, to'g'rimi? Muammoli vaziyatlarda tup etib muammo bo'lyapti deyilmaydi-ku. To'g'rimi? To есть qanaqa soft skills bu o'sha kommunikatsiya qilib muloqot qilsa to'g'ri bo'ladi. Ko'nikmami? Ko'nikma. Siz o'rgatasizmi ota-ona sifatida? Yo'q. Siz farzandingizni yaxshi ko'rasiz. Siz har doimiga oson bo'lishini xohlaysiz. Burnini ishqalashligini xohlamaysiz. Hamma ota-ona ham xohlamaydi. Bizni davrdagi ota-onalar xohlashar edi. Boya aytganingizdek, etti sizniki, suyagi bizniki. To'g'ri. Ba'zi bolada intiladigan nimadir bo'lishi kerak-da. Unda hamma narsa bo'lsa, komfort zonada qoladi. Hech qolmaydi, qiyin. Ha, u zo'r narsa. Masalan, men ham aytaman-da. Ba'zida aytaman. Har doim sizga kimdir yaxshi gaplarni aytaversa-da, zo'rsiz, yaxshisiz, hamma narsani uddalaysiz, narsa har doim. Keyin safar keyin men masalan eshitgim kelmaydi. To'g'risini. Yaxshiman, bu ishingdan qilinglar. Masalan, bu eshitgim kelmaydi. Endi kelyapti-da bitta odam. Ha, 100% shuni. Endi boshqasi kelyapti, aytayotdiki, "Men bitta mana bunaqa bo'lib qopti. Men bir sal xato qilib qo'yibsiz, sal mashta tezlashibsiz. Tezroq qaror qilib qo'yibsiz. Hozir buni oqibatda mana bunaqa natijaga kelyapti. Shunaqa bo'lyapti." Desa, nima qilmoq qayerda ekan? Ha, prezentatsiyasi bormi, hisoboti bormi, ko'rsatinglar deyman-da, qiziqroq menga.
или man shunaqa tipdagi odam, lekin menga har kuni mani yaxshiligimni gapirib, har kuni menga bir nima bugun ochilib ketibsiz, bir nima menga yo'q. Anaqam o'zi bu yoqqa do'stlik bermaydi. Ha. Lekin kimdir yo'q, mana bunaqa bo'libdi, mana bunaqa, mana bitta to'g'irlashimiz kerak ekan, kech qolishibdi, nima qilamiz endi? Qanaqa qo'ysak bo'ladi, sistema ishlaydi. Tushuntiradimi? Men yana ham yaxshiroq. Mana bitta ustoz mana bunaqa aytuvdingiz, lekin bunaqa natijasini olib keluvdi deydiganlar boshimda. Eshitaman, tinglayman, kerak bo'lsa to'g'irlayman. Shunaqa. Ularni ham o'ylayman, qachondir ular maqtasa ko'proq ta'sir qiladi. Kim har kun maqtab yurgan odamdan ko'ra. Xuddi shunaqa. Manda ham bir xilda anaqa aytaman-da. Shu rostdan shunaqa deyapsiz. Voy, молодец, zo'r, barakalla deb qo'ysamchi, ana xursand bo'lib ketishadi-da maktabda. Ustoz shunaqa dili ustozga yoqdi deb. Nimaga? Chunki hamma narsa ham yoqavermaydi. Bu bir. Ikkinchidan, demak, aytganingizdek, hamma narsada ham plankani baland ushlagan odam, baland daraja ko'rsatib qo'ygan odam, lekin shu plankaga yaqin ish qildim, shu odamni barakallasini eshitdim, bo'ldi. Ishim hal. Ba'zida o'sha barakalla premiyadan zo'rda. Tushuntiradimi? Ya'ni premiya unchalik ta'sir qilmaydi, barakalla zo'r ta'sir qiladi-da. Ya'ni bu aytilayotgandek o'sha oila muhiti, keyin men o'zimni xodimlarimga ham, o'zimni qizlarimga ham aytaman. O'sha qiynalyapsizlarmi? Sizlarga qiyin bo'lyaptimi? Sizdan talab qilishyaptimi? Sizni urishyaptimi to'g'ri joydasiz. Demak, hali to'ldiriladigan nimalaringiz bor. Ishlab qolibdi, hali to'lmagan. To'ldiriladigan joylari bor. O'sha yertasiz sharhlanadigan joylaringiz bor, o'sha yertasiz. Shunday kelib qoldingizmi? Zo'r, hamma narsa zo'r. Bu qayerdan ekan? Hamma narsani bilar ekan deyapsizmi? Bo'ldi, siz u komandani o'stirasiz, o'zingizdan berasiz. Lekin o'zingiz o'smaysiz. Tushuntira oldimmi? Muhim narsa. To'g'ri. Bolalarda ham shu narsani baribir rivojlantirish kerak. Ustoz, bugungi rostdan mazmunli suhbat uchun katta rahmat. O'ylaymanki, bu hamma ota-onalarga yaxshi xulosalar olish uchun bir namuna bo'ladi va ular kelajakda farzandlari uchun qilishi kerak bo'lgan yo'llari, nimalarga ahamiyat berish kerak, qaysi xatolarni qilmasligi kerak bo'yicha aniq, oddiy tilda aytadigan bo'lsak, xaritaga, rejaga ega bo'lishdi deb umid qilamiz. Albatta, bu videoni ko'rgandan keyin. Rahmat ustoz, yana bir Rahmat, bor. sizga ham rahmat, vaqtingizga rahmat. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin, xayrli ishlarga bosh qilsin. Rahmat.